U o'tgan yillarga achindi. Yaxshi kelin bo'laman deb tongni hammadan oldin qarshi olardi. Bolalarga qarab turing iltimos deb eridan so'rardi-da, uy ishlariga shoshardi. Quyosh chiqmasdan oshxonaga kirib ketardi. Qaynonasi uyg'onmasdan oldin choy qaynatardi, hovli supurardi, non yopardi. Hammasi joyida bo'lish kerak edi. Farzandlari uyg'onganda ularni sochlarini silashga ham ulgurmasdi. Keyin gaplashamiz, hozir ishim ko'p degan so'zlarni takror aytardi. Hatto bolalari yig'lab qolsa ham mehmon eshitib qolmasin deb ovozini pasaytirishni iltimos qilgan kunlari bo'ldi. Bayramlarda u dasturxon boshida emas, oshxona bilan mehmonxona o'rtasida yugurib yurdi. Boshqalar kulib o'tirgan paytda u sovib qolgan choyini ichardi. U hech qachon shikoyat qilmadi, yo'q, kelin shunday bo'lish kerak deb o'ziga takrorladi. Ammo yillar o'tib bolalari ulg'aygach u tushundi. Toza uy yana tozalanadi. Mehmon yana keladi, ammo bolalarning yoshligi, ona mehriga to'ymagan nigohlari ortga qaytmaydi. Kattalarning ko'nglini olishga urinib, kichik yuraklarning ehtiyojini kech sezdi. Yaxshi kelin bo'lishga shoshilib, yaxshi ona bo'lishdagi eng muhim lahzalarni qo'ldan chiqarganini kech anglab yetdi. U mehratsiz emas edi. U charchagan, band va o'zini oxirida qoldirgan ona edi.